Assalomu alaykum. Shef, yaxshi yo'qsizmi? O'zingizmi? Assalom. Novocholarda qaynaqini damlab berdim. Oilaga quvvat bo'ladi. Yaxshi. O'zingizmi aka? Qani? O'tirching. Ishlaydimda. Qani? Xo'sh, Xushnud oshxonada nima gaplar endi? Bir kamerani kuzatishga vaqtim bo'lmayapti. Nima gaplar endi? Hammasi yaxshi ketyapti. Shef, siz hech ham jol to'mang. Ishlar jay-jayda. Anami? Hammasi. Endichi? Oyatda endi ijolat qildingiz, to'g'risini aytsam, sizdan hech narsani yashirmayman, bilasiz. KFC'chimiz shamsidan ertaman 8 da kelish kerak bo'lsa, 9:30 10 bo'lib ketyapti. Abitda kelyapti ba'zida. Ha, yaxshi. Qovullarda nima gap? Endi qovullarga keladigan bo'lsak, Bobur akam 6-7 to'masdan ketaveryapti ishdan har kuni. Ba'zida 3-4 da ham ketib qolyapti. Abetga qolmasdan ham ketgan kunlarni ko'rdim. Eng qizig'i, bir kun kemar ishga siz yo'ligingizda. Ha, yo'q, kastrni ham kuzatyapsanmi? Kastrga keladigan bo'lsak, kastrjicha подозрительный. Ba'zida yo'q, qo'lami o'zidan o'zini tutishi g'alatanchi. Ha, barakalla, yaxshi. Ona oyligingdan tashqari. Rahmat bo'lsiga shukr, shef, bo'lsiga Shunday shukr. ketgin, ha? Bo'ldi, o'jan, siz jol to'mang. Hammasini ishdan haydayman. Kasr ham o'zim bo'laman, qovullikni ham o'zim qilaman. KFC'da dastavkasini ham o'zim yetkazib beraman oxirigacha. Barakalla, mana shunday. Boringizga shukr, xo'jayin.